Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan joylarda bayram tantanalari boshlab yuborildi. Bayramlar azal-azaldan har bir xalqning, millatning orzu-umidlarini, turmush tarzini, madaniyatini, an'ana va qadriyatlarini o'zida ifodalab kelgan. Navro'z xalqimiz asrlar davomida katta tantana, shod-u xurramlik bilan nishonlab, ardoqlab kelayotgan bayramlar sirasiga kiradi. Rishton tumanidagi Roshidoniy istirohat bog'ida ham erta tongda karnay-surnay sadolari ostida Navro'z sayli boshlandi. Saylga kelayotgan odamlarning yuz-ko'zlarida ko'klamga, Navro'zga yetkazganiga shukronalik shukuhi. Navro'z shunday bayramki, unda bugun bilan o'tmish bog'lanadi go'yo. Navro'z onlarida ota-bobolarimizdan meros boy madaniyatimiz, betakror san'atimiz namunalari bir butun bo'lib gavdalanadi ko'z o'ngimizda. Rishton tumanining bir-biridan go'zal kelinchaklari yosh u keksaga birdek boshlari ona zamin uzra ta'zim aylab kutib olmoqdalar. Bahor oyining tashrifi esa Navro'zni sog'ingan ko'ngillarga quvonch ulashdi. Qish bo'yi ko'klamni intiqib kutgan nuroniy onaxonlar raqslarni boshlab yuborishdi. Ushbu bayramga kelinchaklarimiz, konvoyi onaxonlarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz barchalari oilalari bilan tashrif buyurishgan. Bugungi kunda mana shu Rishton ahlini mana ko'rib turganingizdek bayramona kayfiyati ajoyib tus olgan. Yildagiga qaraganda bu yilgi Navro'z ayyomimiz juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. Shoir u yozuvchilarga ilhom baxsh etgan bahor oyining erkatoyi Navro'z nafaqat bizga, balki diyorimizda istiqomat qilayotgan turli millat vakillariga ham hamjihatlikni, do'stlik hamda totuvlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Navro'z barcha turkiy xalqlarning eng sevimli milliy bayramidir. Xalqimiz doim Navro'zni o'zgacha bir sog'inch, intiqlik va ilhaqlik bilan qarshi oladi. Yosh u qari ko'cha va xiyobonlarga, guzar va saylgohlarga, dasht u dalalarga, qir-adirlarga chiqadi. Sayl qizigandan qiziydi. Hofiz-u xonandalar xonish qiladi. Laparlar yangraydi. Askiyachi va qiziqchilarning ichakuzda latifa-yu payrovlari ko'ngillarga shodlik ulashadi. Kishilar kurash, merganlik tomoshalaridan zavqlanadilar. Bayram tadbirlari avj olgan pallada yurtimizga tashrif buyurgan chet ellik mehmonlar ham Navro'z tomoshalaridan bebahra qolmadi. Ularning tashriflari uchun non va tuz mehmon do'stligimiz ramzi sifatida ushatildi. Shaddod qizaloqlar mehmonlarni raqslarga chorladilar. Milliy o'yinlarimizdan belbog'li kurash va saylni tomosha qilgan mehmonlar